شهپر مهوش پریوش چه بد کرد غلط کرد شوور کرد همه را در بدر کرد خودشو خونین جگر کرد Ha, tellab ketibdimi? Voy, как dела? Привет! Voy, bu inson kim deb o'ylayotganlar uchun men shaxsan mana shu qizlarning imiji, ya'ni liboslarning ustida ishlaydigan dizayner bo'laman. Umid qilamanki, oranglarda faqatgina qizlarga emas, men tikkan liboslarga qaragan erkaklar ham bo'ldi. Bo'ynimdagi zanjirlarga ahamiyat bermaysizlar. Muchalim it. Ishlab olaman. Yana bir narsani bilib qo'yishingiz kerak. Itam tegmaganga tegmaydi. Eng vafodori kim? It. Wow. Chalasizmi? Oho, mehmondorchilik ha, voy. 1. Oho, 2. O, 3. 3,5. Nimalar deyapsiz? Ha, yarimta soch qani, ajrashib ketdingmi? Yo, meni qizlar boshida sevmaydi o'ynadim. Senga nima deb murojaat qilishni bilmayapman-da, ukam deymi yo singlim deymi? Kaneshni akam deb murojaat qilasiz. Menga qara singlim, senga ish bor. Saunada ishlaysan. Voy, nima ish qilaman? Burchakda o'tirasan, boshingga suv sepib o'tirishadi. Men qarang o'zicha kelib olamamda har xil gapni gapirmay, xo'pmi? Endi xafa bo'lmang, endi tursin hali. Menga unaqa gapirmang, men unaqa gapga loyiq bola emasman. Jon gapiring menga. Jon gapiryapman-ku, tursin hali jon gapiryapman-ku, Jon gapirmayapsiz, haldan beri og'zimga urib tashlayapsiz, bilyapsizmi shuni? Hech ham bunaqa ish qilganim yo'q. To'g'rimi? Ismingiz nima? Sabina. Ha, originalichi? Voy, Sotqinoy. Siz boshingizni ehtiyot qiling. Nimaga? Ichida miya bo'lishi mumkin. Kecha meni ustimdan kulgan sekretarlar. Bugun ertalabgacha meni kimligimni bilishdi. Bu yoqishim bizani suyuqqina motivatorimiz. Bir holatdan ham eting. Tekinga taklifnoma olib, oldi qatorda o'tirgandan peshona teriga bilet olib, balkonda o'tirgan yaxshi. Yaxshi qiz. Ismingiz nima? Toshinter. Toshinter. Yaxshi qiz sizkichi? Yeva. Agar rejangiz ish bermasa, rejani o'zgartiring, lekin maqsadni o'zgartirmang. Keldi bahor, ishq fasli. Voy bu, ko'pkar o'ynayapsizlarmi? Ha, bo'ldi, bu qizlar tanimali, o'tganlarlik, Xorazmdalik, sumalaq qilgan qizlar-ku. Mana qizlarlik yong'og'ini rosa talashgandi. Salom
lekin qo'lingizni olib qo'ying. Alaykum Okajonim, tuzukmisiz? Sog'lolasiz. Ay, voy. Unaqa qilmang, aka, voy menga. Ey, sen menga qara, umring davomida eng qattiq narsa nima o'shagansan? Taro. Ha, yojik taro o'shamagansan. Senga qara, apasni bo'lib qolibsan. Nimaga? Sen shu holatda doktorxonaga borib uxlab qolmagin. Ha. Boshingga ukol qilib qo'yadi. Xafa bo'lmaganda sen hali bizni qishloqdan lampochkaga o'xshaysan. Nimaga? O'zing borsan yonmaysan. Ha, qarang, o'zingiz nimani bilasiz, ha? Nima? Imish nimaligini bilasizmi siz? Ha? Kuturiye nimaligini bilasizmi? u- Fashion nimaligini bilasizmi siz? Stop. Menga qara sen. Lomboz nimaligini bilasanmi? Yo'q. Chikanka nimaligini bilasanmi? Yo'q. Kultivasiya nimaligini bilasanmi? Bilmayman. Chikankani ham bilmas ekansan. Ko'pchilik mana qizlarga qarab borib, havas qilyapti, men bularga chiroyli ta'rif beraman. Bular iPhone 13 Pro. Ha, tutganlar bilar ekan, ha? Bular antena xolasa chiqadi, xolasa chiqmaydi. Oyiga 300 ming, 400 ming rasxod qilish kerak. Chexoli ham qimmat bo'lish kerak. O'zimiz ayollar borib, o'zimizda telefon bo'lardi 1200, to'g'rimi? Nokia. Bitta zaryad qilasiz, bir hafta turadi, to'g'rimi? 30 ming so'm pul bersangiz, bir oy gapiradi. Jahl chiqib devorga otib yuborsangiz, chachilib yana yig'ilib kelaveradi. Zato bularni ichi to'la g'ij o'yin bilasizmi? Xilma-xil. Men bilaman, bularda o'yinlari ichida virusi bor. O'zimizda 12:00 da bitta o'yin bor, ilon o'yini, to'g'rimi? Sip yeydi kattalashadi, sip yeydi kattalashadi. O'zichi vobsheta ko'p gapirmaydi, chopib borib iloningizni o'ynay qo'ymanda. Men ilonimni xohlagan paytim o'ynayman. Sendan so'rab o'ynamayman. Lekin mana shu komandamizdagi Tolibjon mana shu yengil tabiat yigitlarning rolini o'ynayapti, lekin hayotda burgutko'z, sher, yurak yigit, to'g'rimi? Qo'ysangizchi. Odam bo'lmaysan. Semiz demang, semiz demang. Men semizligimdan uyalmayman. Bitta aybim, tuflimni o'zim kiyolmayman. Semiz demang, meni juda chaqqanman. Qornim katta bo'lsa, xotinimga yoqaman. Semiz demang, meni juda chaqqanman. Qornim katta bo'lsa, xotinimga yoqaman. Voy, bularni eslab, xotin esdan chiqib qoldi-yu. Bormi? Ha, bor. Oy qiz! Bebaho, o'ta yoqqa. Ey dadasi, Ha. qo'yavering, foydasi yo'q. Onasi, ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. 30 yil oldingi paytlaringiz. Qizlar tanishinglar, tugashinglar. Chat. Bularning hammasi sun'iy, meniki esa tabiiy. Nashi gapiga javob lekin albatta. Javob dadasi, usma tushmagan sezgi organlari yaxshi ishlaydi. To'g'rimi? Siz hamma narsani sezasiz. Ey dadasi, bularni betida chelak shpaklovka. Bularni yomg'ir yoqqanda ko'rganmisiz? Ay. Xuddi shunaqa bo'lib qolsa kerak o'zi. Voy opa, siz ham muchalingiz itmi? Chepe! O'zinglar pishbetdan biz ham bitta qizlar bilan shou ko'rsatishimiz kerak. Yo'q-a? Biz tayyormiz, aziz muxlislarimiz tayyormi? Ovozinglar eshitilmayapti. Erin Damas haydaydi. Ay. Otlarni men gaplashdim. Butta la gasolina.
Mana biz o'g'limiz chorvachilikni yaxshi ko'radigan, boks yaxshi ko'radigan Saidolimxon. Men aytyapti. Malades. Menga qara. Hoy. Shahlon qiziga qarayapsanmi? Men ayasiga qaradimmi? Men ayasiga qaramasam, sen ham qaramagin, tushundingmi? O'zi ko'zini qisyapti. O'zi ko'zini qisyapti. Sen unda ko'zingni qisib turgin bo'pti. Tez bitta aylanib kelguncha qani, uyiga bor. Ke. Meni qizim, asal qizim Shaydo. Ha? Bu yerda nima qilyapsiz? Sizni konsertda o'shamasam boshqa joyda o'shamayapman. Har kuni ertalabdan kechgacha ishdamizda. Bu gapingizni bilasizmi kim aytgan? Juda tanish so'z. Dadangiz ham aytadi. Bu yoqqa o't, rostdan ham Umid akaning o'g'li chot net oqaryapti-da, bari. Bildirmasdan hujum qiladi-da. Dada, Molox точно adashdi. Endi bu qiz tug'ilganda ko'zi onasiga tushganda bilgan adashganini o'g'lim. Hurmatli aziz muxlislar, tanishinglar, Shohijahonda originali. Yaxshimisiz o'g'il bola? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'il bola. Sizga bitta gap bor edi o'g'il bola. Ikkala quloqim xizmatingizda dada. Ko'chadan uyga kirmayapsiz ekan. Shunaqa gaplar eshitdim. Ko'chada ko'p yuryapsiz ekan. Endi ko'chani bolasi ko'chada yuradi dada. O'g'il bola sizga yarashaveradi. Qolganlarga sholpillab qoladi. Ya Ahmad chiqdingmi? Ha, o'g'ling qani? O'zimda. Biz bilan demoqchisan, ha? Ha, Glani sahnada. Hammamiz yig'ildikmi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, assalomu alaykum, bravo Nashati muxlislari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizlarning yomoni keldi-yu. O'raveraymi? Davay. Tungi klubda chiroyli qiz bitta o'zlari nima qilib turibdi? Bilmasam. Unda o'zlaridan so'rayman. Yaxshi qiz, futbolga qiziqasizmi? Qiziqaman. Ha, xo'sh. Kecha Real bilan kimdir qattiqdir o'ynadi, lekin nechaga necha yutganini bilmayman. Ya'ni shunaqa, nima bo'lganini biladi, bo'la kim bilan qatta bo'lganini bilmaydi. Hazır. Oh. Gucci ochki taqarkanlar. Oh, Versace, Remen. Siz hech narsa taqmovmidingiz? Hazır. Qizlar mumkin bo'lsa sizlarni kechki ovqatga taklif qilmoqchi edi, nima deysizlar? Yo'q, bizani qornimiz to'q. Men steak yeganman. Men sushi yeganman. Siz zavtrak ham qilmagan bo'lsangiz kerak emas. Hazır. Lekin bunday qarab tursam, siz Jennifer Lopesga o'xshirkansiz. Siz Angelina Jolie. Siz sabr qiling. Muhim ishonch, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mumkin bo'lsa siz bilan Istanbulga borsak, nima deysiz? Siz bilan Parij, Eyfel. Siz bilan 10 sotiq yer olamiz. Ekinlarni o'zing ekib, pulini menga jo'natasan, tushundingmi? Siz shu payt nima qilasiz? Men ikkovi bilan Yevropada bo'laman men. Bo'lmaz. Ukam, bor. Daminoga. Biroq so'zingiz opam. Voy, biroq so'zingiz. Sport beryapti. Bularga borib bir tajribaliroq bir qizlarni ajali bir simpatishni kimdir chiqmasa bo'lib bo'lmaydi. O chaqir. Ukajonim nima bo'lyapti? Akalarni 3 ta g'ish srochni terib tashlash kerak. Voy ukam 5 minutda patkulish topshiramiz hozir. Bosinglar bilan. Bosuraymi? Davay bratishka.
Barmendan shirinlik so'radim, sizni ko'rsatvardi. Не поняла. Не поняла? Okajonim u o'ris ekan-ku, nima deyman? Voy, ruscha bilmaysan-a? Bilmayman-da. Постоянно parod qilasan de mani. Borasan de. Как дела, девчонки deysan. Bo'ldimi? Всё. Как дела, девчонки? Спасибо, хорошо, как сам? Как sam nima nima dey? Вообще ruschani bilmaysan-a? Bilmayman-da. Raz borasan de. Взаимно deysan. Bo'ldi. Взаимно. Dugon взаимно deyapti. Nima deyman? Tez ayt. Ruschangiz взаимногachami? Damin ol. Sразу maqsadimga o'tdingiz-ku, ha? Hop. Bo'lmaydi. Brat, o'zingiz qarang-chi, Nima o'xshamadimi? Yo'q-de. Bunaqa qizlar bilan men gaplashaman de. Oh. Diskotekani o'rtasida suvni turbasi nima qilyapti? Bu suvni turbasi emas-ku. Ay, kallam qursin, bu sovuq suvni turbasi. Sovuq suv emas bu. Bu anu, ha, kallam qursin. Pajarniklar ekan. Basing. Ey! Человек паук geldi. Yosh qiz, yomon tegmadimi? Nima? Fichiqi. Siz Человек-paukmisiz? Rosa o'rgimchak chaqqami deyman yoshlikda? Sizni ham chaqsinmi? Yo'q. Kim billa yuramiz fichiqi qilib. Mana qarang. Toshingizni tering. Men tosh termayman. Ko'n. Burchakka teraman. Deli. Mashinani bugun o'ldiradi boru. Nima bo'ldi? Bu yerga qanaqadir tajribaliroq odam kerak-edi, yosh kattaroq odam kerak-edi. Mana shunaqasi bor bizda, det bor. Bor. Otaxon qarang. Ota. Hormaylar. Ha. Men Jaloliddin Ahmadaliyevman. Yo'q. Qanaqasiga? Prosta hozir metan zapravkada 1 soat turib, shuna olib qoldim-da men. Qizlar o'rash kerak. Qizlarni o'rash mendan so'radi. Nimaga? Chunki men aeroportda 8 yil so'ng ko'rganman. Osing. Agar bedang zo'r bo'lsa, biyani o'zi keladi. Hormaylar qizlar, yaxshimisizlar? Yomonmiz. Ha, o'shanga kelyapman-da men ham. Xafa bo'lmang, siz bizga umuman to'g'ri kelmaysiz. Siz menga tegib ko'ring. Shunaqangi to'g'ri keltirib olaman. Kechirasiz, sizni qayerda ko'rganman? Klipda. Ha, sizni qayerda ko'rganman? Kinolarda. Ha, kechirasiz. Qaysi makka payda ko'rganman? Sizlar menga tegsizlar, qishloqda yashash mazza. Ertalab sizlarni xo'roz uyg'otadi. Asta-sekin chelaklarni olib, sekin atrofga alanglasangiz. Bo'ldi, turdim-da, bo'ldi. Sigir sog'ishni bilasizlarmi? Bilmaymiz. Men bilaman. Qizlar, bu yigitlarni sog'ishda olsan. Men bilaman. Ha, bitta proba qiling, kamon qosh juda boshqacha ekan bu. Qani soqchi? Ha, mana bo'lar ekan. Molga ham yoqmading lekin bor. Xullas, sizlar diskotekada yurar ekansizlar, baxtinglarni diskotekada topinglar bori. Betingiz qursin boru. 35. Nima 35? Ertalabdan beri shu gapni 35 marta eshitdim bor. Unda turqis qursin.
40. Nima 40? O'zim bilaman. Amaki boring. Assalomu alaykum qizlar-ki. Sizlardan shu deylar 7 million 999 ming bo'ldi. Qancha? Yaxshi yigit. Yaxshi yigit. Bir. Birinchi marta aytishyaptimi? Yo, endi bu gaplarning bir deysizlar. Assalomu alaykum. Bugun Bravoni konserti ekan deb mazza qilib kulamiz deb kelgan Bravo Ashaddiy muxlislari. Yurtimizga ko'z tegmasa, kundan kunga yurtimiz rivojlanib boryapti. Ayniqsa poytaxtimiz Toshkentni aytmaysizlarmi? Kundan kunga chiroy ochib boryapti. Hozirgi Toshkent 1994-yilgi Dubaydan zo'r. Qayerdan bildingiz? Endi men 94-yilgi Dubayni ko'rmaganman, endi rast Toshkentliklar aytyaptimiz, rast shunaqa. Lekin aka o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Ya Ahmadjon, har bir narsada unaqa negativ qidirish kerak emas. Qaytanga negativ narsani ham yaxshi tarafini ko'rsa bo'ladi. Misol uchun, Har oy uyimizga gazdan, suvdan, svetdan, nalogdan odamlar keladi, pulini to'laydi. Qaysi birimiz aka ukamizga, opa singlimiz shularga o'xshab xabar olyapti? Bular oqibatni o'rgatyapti-ku. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoamiz 31 yildan beri jahon chempionatiga chiqa olmaydi. Balki 40 yilda chiqar, 50 yilda chiqar. Bular bizga sabrni o'rgatyapti mana. To'g'ri. Masalan, paxta bug'doylarimiz to'lmayapti, to'g'rimi? Lekin sabr kasamiz to'lyapti, to'g'rimi? Lekin mana uyda gaplashib o'tirsan, kechki payt chip payt svet o'chib qoladi. Shu qorong'ida ishlarni qilyapsan deysan. Ya mana xulqimizni qizlarni yo'qotish kerak deysan. Yo'qotish kerak? Ya yo'qotish kerak emas ularni. Nimaga? Voy ularni xalqqa foydasi tegyapti. Voy mana o'g'irlar ushlab beryapti ular. Dokumentalli qizlar hammasi, aka. Yo'q, Tolib anaga xulqi bizni qizlarning nomerini bera olmaysanmi? Nima qilasiz? Dokumentalni ishlar bor. mana yo'lni chetida turishadi, yana bitta muammoda. Nexia 3 da ko'proq o'tirishadi, syomkalar qilib, shtraflarni yozib, mana shularni otasiga rahmat. Voy sekin gapirasizmi? Qo'shing ularga, qo'shing. Ya onasiga ham rahmat. Qo'shing, ozgina qo'shing. Ya opodotasiga ham rahmat shularni. Ozgina yetmadi, odam bo'lmaydi ular. Xalqimiz nomidan rahmat shularga. Ahmadjon siqilmang. Ahmadjon yaqinda bosh homiymiz Art House'da yangi kvartira sotib oldilar. Ahmadjon kvadrati necha pul ekan? $1000. Oho, namcha qimmat. Endi okajon puliga yarashadi. Uyga kirasiz, oynani bitta ochsangiz, fayz kirib keladi. Shabada kirib keladi. Fantalli musiqalar kirib keladi okajonim. Umid aka, siz ham uy oldingiz? Ha? Kvadrati necha pul? $100. Namuncha arzon? Endi sababi derazani ochsang, pashsha kirib keladi. Pashshani o'ldirsang, tarakan chiqib keladi. Tarakan o'ldirsang, qo'shni chiqib keladi. Bizani uyda chiroyni yoqish uchun qarsini chalsangiz chiroy yoqiladi. Texnologiya. Yo'q, texnologiya. Bizda svet yonsa hamma qarsash oladi. Otash aka, lekin ko'rinishingiz nitoq qaribsiz, qarang mana men. Yo'q, nima qarayman? Keyin qarisam nima qilibdi? Erkak kishi qarigan sari ukajonim boy bo'lib boradi. Qanaqa? Sochlaringni kumush bosadi. Tishlaringni tillo bosadi. Buyraklaringni tosh bosadi. Qonlaringni shakar bosadi va albatta bitmas tuganmas gaz manbaiga aylanasan ukajonim. Otash, men sendan boy ekanman. Nimaga? Chunki tizzamda tuzumam bor-da. Mana o'tiring aka. Siz meni ko'p ko'rgansiz, a? Ha. 5 ta farzandingiz bor. Xudoga shukr. Shuning uchun bitta maslahat so'ramoqchiman. Shu bitta ayol bilan yashagan yaxshimi, 2 ta xotin bilan yashagan yaxshi? Endi ukam nechta xotin bilan yashasang ham, ular bir-birini bilmagani yaxshi. Lekin 2 ta xotin olib uni boqa olmasdan shalpayib yurgandan, bitta xotinni to'ydirib qo'yib yerda yurgan ham yaxshi. To'g'ri. Lekin xudoga shukr topishishimiz yaxshi, ko'z tegmasin, sharoitlarimiz yomon emas. Hozir men bemalol yeta olaman, 2 ta xotinni boqa olishga qurbim yetadi. Unda ne uylamayapsiz? Duxum yetmaydi. Mana meni duxum yetadi. Unda nima uylanmayapsiz? Qurbim yetmaydi. Mani to'xim ham qurbim ham yetadi. Unda nima uylanmayaptilar? Kuchim yetmaydi. Mana bori. Uni o'zi hech narsani hal qilmaydi.
Umid aka qalbga bitta muhabbat sig'adi deyshadi. Shu gap rostmi? Endi qalbga faqat bitta muhabbat sig'adi deyshadi. Hozirgi yoshlarimiz yaxshi lekin bunday yonbosh qilib jaylashtirib 3 ta 4 ta sig'dirib yuboradi. Shu muhabbat deganingizga boru, shu ichi qora qizlarni tushunmayman-da. Nimaga? Ustidan oq kiyib oladi, ichi qoraligi ko'rinib turadi shuni. Akalar. Ko'rganlar ham bor ekan. Tolibda ham ichi qorada bor. Akalar, tabriklaylar. Men talaba bo'ldim. O, talaba bo'ldingizmi? Sen qanaqasiga talaba bo'lasan? Men seni kallangni bilaman-ku, g'ul-g'ulni miyasan. Aka, menga maslahat bering. Ha, talaba bo'lgan bo'lsang, haqiqatan maslahat beraman. Agar birinchi kurs bo'lsang, 4-kursni sev. Nimaga? Yurasan bitirib ketadi. Agar ikkinchi kurs bo'lsang, 4-kursni sev. Nimaga? Yurasan bitirib ketadi. Agar 4 bo'lsang, birinchi kursni sev. Nimaga? Yurasan bitirib ketasan. Umid aka, mana siz ham hammaga maslahat beryapsiz. Men ham sizga bitta maslahat bersam, sizga ham bir dang'illama uy qurish orzungiz bormi? Bor. Tunikadan quring, zo'r dang'illaydi. Mana omad mediani bolalari syomka qilyapti, to'g'rimi? Shu kamerachilarga ham oson emas ekan. Nimaga? O'zi bo'ladi 3 soat bitta teshigiga qarab turish. Lekin Ahmadjon, mana u yigit yomon shustri yigit ekan. Bir 7 kundan beri konsertdan beri e'tibor beryapman. Charchab ketsa almashtirib qarayapti. Lekin eng qiyini hali CD kamchilarga. Nimaga? Ular ham teshikka qaraydi, ham yuguradi. Tolibjon ukajonim, men seni tabriklayman. Bugundan boshlab yuzingga boshqa o'giri chiqmaydi. Dorisini topdingizmi oxir aka? Yo'q, betingda boshqa joy qolmabdi. Otabek aka, men so'radim, sizni Zo'rtuvida uxlamaysizmi degan ko'rsatuvingiz bor ekan, Ha, uxlamaysizmi? Shu qishni yozin tomda syomka bo'ladi deydi rostmi? Ha, yagona pavilyon respublikada tomda uxlamaysiz. Qishda zaxlada ham o'sha yerda syomka qilyapsiz. Ha. Zaxda kamroq syomka qilinglar tomda. Nimaga? Ertaga uxlamaysizmi ko'rsatuvingiz yana uyg'onmaysizmi deb turadi. Uyg'otolmay yurmaydi. Yoshligimizda bir o'yin bo'lardi. Meni tushun degan. Kelinglar shu o'yinni o'ynaylik. Bitta o'ynab ko'raylik. Ishtirokchilarimiz imo-ishoralar orqali bir-birlariga kalit so'zlarni tushuntirishadi. Birinchi kalit so'zimiz ilon. Ilon, ha? Hop. Uzun bo'ladi, yerda yotadi, qizlar ko'rsa, qo'rqadi. Shilanka. Yo, haligi ustida naqshi bo'ladi. Ha, ilon. Sudralib yuradi. Bizani shepmi? Yo'q, ani uni ko'rsa hamma qo'rqadi qizlar. deydi-yu. Bizani shepdi. Chaqsoda bo'ladi. Ilon bu galdirdi deysanmi? Oqqush. Kayfdagi oqqush. Oqqushmi? Poliklinikada bo'ladi, stakanga o'rinlashib turadi. Chaqsa odam bo'ladi. Gilamrach. Xotining. Ilon. Keyin kalit so'zimiz begemot. Tupurmasdan begemotni-chi? Begemot ha bo'lar ekan. Semiz bo'ladi, bog'chada cho'miladi. Shukrlasrayim. Bog'chada cho'miladi deb, bog'chada. Ishivagan shukrlasrayim. Yo, o'xshaydi lekin hayvon. Begemot. Anu, semiz bo'ladi, bitta ishi bo'ladi, sassiq bor, xunu. Bir o'ldirib qo'ying, nemani ustida kulyapsiz? Siz emas, hayvon bor-ku. Begemot. Qayerga ketyapsiz? Qorningiz og'riyaptimi? Hojatxona yopiq ekanmi? Jenskiy ekanmi? Mani xotinim meni nima deb chaqiradi? Begemot. Keyin kalit so'zimiz kichkina maymun makaka. Gap yo'q, tupurmading lekin. Kichkina bo'lar ekan, daraxt ustida yuradi, banan yeydi. Shuhrat qo'shdim. Yo'q, Shuhratga o'xshaydi, olma ham yeydi. Makaka. Ha, makaka nima deysan? Shu, makaka. Asilbek.
Jahongir otajon. Sochini stirishga qilsa. Makaka. Hey, Zo'r TV'da bitta kino ko'rdim, Vijevshi degan. DiCaprio o'ynagan, Leonardo DiCaprio. Lekin qoyil qoldi o'sha DiCaprioga hali sovuqda ot ichidan chiqqancha Oskar berdi. Ha, yo'q. Lekin biz aktyorlar ham ulardan kam emas. Mana kecha Alisher Uzoqov Adiz bor-ku. Ikkinchi raundda shunday hali ayol ichidan chiqib keldi-yu. Voy gapni. Dilnaza Kubayeva bor-ku. Mashina ichidan chiqib keldi. Qoyillar shukrlar siroy bor. Jirafanchidan chiqolmay ham qoldi. Tolib, yaqinda uylanibsan? Lekin eshitib qoldim, ana qaynotangni qo'liga qarayotgan ekansan. O'g'il bolamiz, men hech qachon qaynotamni qo'liga qaramaganman. Men sahnaga chiqib bitikda hamnaqa bolalarni o'ynaganimga unaqa emasman men. Bu hali mamnaqa bolalarni ham o'ynagan. Ko'rgansiz, ko'cha ko'rganmiz Umid aka. Men hech qachon qaynotamni qo'liga qaramaganman aka. Qaynonamni qo'llariga qaragan. Agar sen qaynonangni qo'liga qaraydigan bo'lsang, bilgan to'rtingni yegin. Eshitdinglarmi? Statistik ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiya bo'yicha birinchi o'rinni Sog'liqni saqlash vazirligi olibdi. Yo'g'i? Qurilish vazirligi, xalq ta'limi. Davay birga harakat qilamiz, soqa qilamiz. Davay. Oliy ta'lim o'tkayli birinchi o'rinda edinglar, bo'shashmaymiz, futbolistlardan gaplashaylik. Ronaldo bor, 38 yoshida Manchesterda o'ynadi. Gol urib nishonlashini bitta ko'rsatib berdi. 1 2 3 Senlar Ronaldoni maqtaverasizlar, lekin o'zimiz futbolchilar ham ulardan kam emas. Gol ursa ulardan zo'r nishonlaydi. Qanaqa nishon? Mana. Oldiga. Sizlar uchun ham mayli. Namuncha odam ko'p. Gol urding-ku? Zato o'zimga bo'lsa ham urdim-ku. To'g'ri. Zato keyingi safar ularga urasan. Bitta nishonlasin. 1 2 3 ber piyozimni. Stop. Bo'ldi-da. Chiqib kulaverar ekanda futbolchilar ustidan. Sal uyalsanglar bo'lardi. Nima futbolchilar jon kuydirib o'ynamayaptimi yo jahon chempionatiga chiqishni xohlamayaptimi ular? Qachon qarasa chiqib olib sahnaga kulganinglar. Yarashmadi bolalar, qo'yinglar yig'ishtiringlar bunaqa gaplarni. Mana shu gap uchun ichiylik. Zo'r gapirdimmi? Vaqti. Shunaqa deb kimdir borib duxi yetsa aytsin. Yana bitta nishonla. Siqil bitta siqil. 1 2 3 Hozir shunaqa qildim-ku. Aziz muxlislar, mana Bravo jamoasini 11 kunlik konsert dasturi ham davom etyapti. Mana shu konsert dasturida bizni qo'llab-quvvatlab konsertimizga tashrif buyurganingiz uchun Bravoning ashaddiy muxlislariga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Bugun ushbu konsert dasturimizda Bravo jamoasini yolg'iz qiz vakilasi Shahloxon ishtirok etmayaptilar. Oila uchun, oilaning tinchligi, oilaning baxti uchun o'zini sevimli ishidan ham voz kechadigan opa-singillarimiz oldida biz erkaklar hamisha har doim bosh egamiz. Sharafat, soqani qir. Endi bitta narsani kelishib olaylik. Bugundan boshlab jamoamizga qiz bola olmaymiz. Erkaklar jamoasi bo'ladi. Qizlarni qo'shmaymiz. O'zimiz, o'zi ayol kishi nimaga kerak? To'g'ri. Bo'ldi, kerak emas. O'zimiz amallaymiz. Hammamiz mujiklar sostav bo'lib, oxirigacha boramiz. Biz erkaklar g'alatimizda. Yo'qligi paytda kerak emas deymizda, yonimizga kelib qolsa hech yo'q deya olmaymiz. Qizlar, mana shu ikkita qizlik kallasi bitta qozonda qaynarmikan-a? Yo'q. Kelinglar, yaxshi kasting qilaylik. Ijro qilinglar, bir mahoratinglarni ko'raylik. Masalan, men taqlid san'atini ko'rsatib berishim mumkin. Kimni o'xshaysiz? Zarina Nizomiddinova. Men Bravo jamoasini rosa yaxshi ko'raman deb boru. Hech bo'lmasa ovozlariniga o'xshaygan. Hozircha 1-0. Qani? Mani Instagramimda 3 million 700 obunachilarim bor. Qancha?
3.700.000 galochkasi bilan hammanglarni reklama qilib beraman. Voy, familiyasini o'ziga tugadimda qurbon bo'laman deyapti. Umid aka keling. Bolalar, menga Zarina xonim bo'laveradi. U Zarina emas u. Zarina emasmi bu? Yo'q. Zarina bo'lsin. Amani taqlid sanatimda Shahzoda Muhammedova ham bor. Qani? Man Bravo jamoasini juda ham yaxshi ko'raman. Zarina bilan Shahzodani almashtirib. Ko'pchilik holi bordi-ya. Ro'chetga turamiz. Ama Instagramda gif konkurs qilib turaman. Sizlarni homiy qilib qo'yaman. Oh, ha buni pulan beraman deyapti-yu. Zarinaxon, siz meni qalbimdasiz, lekin ana sho'rtim chiqib pul beraman deyapti-da. Aman xorijiy tillarni bilaman. Bulardan turk tilida bemalol 100% gaplasha olaman. Sizlarga Ha, qani? gastrolga ketganimda foydam tegib qolishi mumkin. Marhamat. Gapirinchi. Harika bir ekipsiniz, süpersiniz. Halk size bayılıyor. Çok seviyorum sizi. Zarinani turkcha gapirtirib, ha? Nimaga qarab olyapsiz ya? Zarinaxon, Efendim. ben Po'latanimdan. Sen bilan chalishmoq istiyorum. Adashmani chalvormang. Xo'p, og'ayni. Ama zato erkeklarni tilini bilaman. Qanaqa tilni? Erkeklarni. Bu hamma tilni biladi. Undan ko'ra kelaylik, ikkalovini ham olib qo'ya qolaylik. Nimaga? Hozir ikkita qilish moda-yu. Aziz muxlislar, Bravo jamoasi, Bravo oilasining yangi vakillari. Nargiza xonim Salmova, Durdona Qurbonova.